Yozgi ta'til bolalar uchun dam olish, yangilik kashf etish va salohiyatini rivojlantirish imkoniyatidir. Shu maqsadda yurtimizda ta'lim sohasi xodimlari ishtirokida keng qamrovli Dolzarb 90 kunlik tashabbusi amalga oshirilmoqda. Ushbu dastur doirasida Chortoq tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 2-sonli umumta'lim maktabda ham ushbu tashabbus doirasida bir qator amaliy ishlar tashkil etilmoqda. Maktabdagi bolalar har kuni turli yo'nalishlarda faoliyat olib borib, o'z qobiliyati va qiziqishlarini erkin namoyon etmoqda. Chizmachilik mashg'ulotlarida bolalar atrof muhit, oilaviy qadriyatlar, ona vatan mavzularida rasmlar chizib, ranglar orqali tuyg'ularni ifoda etishmoqda. Milliy hunarmandchilik to'garaklarida qog'ozdan gullar yasash kabi amaliy mashg'ulotlar yo'lga qo'yildi. Sport mashg'ulotlarida esa futbol, yugurish, gimnastika kabi jismoniy faoliyat shakllari bolalarning qiziqishiga qarab tashkil etilyapti. Shaxmat va shashka to'garaklari bolalarning strategik fikrlash qobiliyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Kitobxonlik soatlarida esa badiiy asarlar mutolaasi, kitob to'g'risidagi mulohazalar bildirish, she'rxonlik mashg'ulotlari o'tkazilmoqda. Bolalarga ochiq osmon ostida erkin mashg'ulotlar uchun ham imkoniyatlar yaratilgan. Maktab direktori ta'kidlaganidek, mazkur tashabbus ta'til davrida bolalarni maqsadsiz ovoragarchiliklardan asrab, ularni vaqtdan unumli foydalanishini ta'minlayapti. Pedagoglar esa har bir bolaning didi, qobiliyati va ehtiyojini inobatga olgan holda mashg'ulotlar tashkil etayotgani bu faqat ta'lim emas, bolaning shaxsiy o'sishi uchun ham muhim omil ekani qayd etilmoqda. Dolzarb 90 kunlik faoliyati Chortoq tumanidagi 2-sonli maktabda bolalarning yozgi ta'til davrini mazmunli va foydali o'tkazishda muhim platformaga aylandi. Ushbu tadbirlar yosh avlodning fikrlash, izlanish va ijodiy yondashuvini qo'llab-quvvatlash bilan birga ularning ertangi kuni uchun muhim tayyorgarlik vazifasini ham bajarmoqda.